hayron bo'ldi. Behzod Xolmurodov AQShdagi eng nufuzli gaz va energiya kompaniyalaridan birida amaliyot o'tab, global energiya bozoridagi tajribani o'zlashtirdi. Prezident bilan muloqotda Behzodning so'zlaridan yurtiga qaytib, bu bilim va ko'nikmalarni vatan energetikasi taraqqiyotiga bag'ishlash niyati yaqqol sezildi. Bugun nafaqat AQSh prezidenti, balki butun dunyo Shavkat Mirziyoyevni bir so'zli lider sifatida e'tirof etmoqda. Xalqimiz esa bu haqiqatni allaqachon kashf qilgan. Prezident aytdimi? Albatta va'dasini bajaradi. Bu gal ham shunday bo'ldi. AQShdagi uchrashuvdan bor yo'g'i bir hafta o'tmasdan Behzod vatanga qaytdi va bugun u geologiya vazirining yordamchisi sifatida ishga kirishdi. 2021-yildan 2025-yil sentyabr oyigacha Amerika Qo'shma Shtatlarining Drexel universitetida mexanika muhandisligi yo'nalishi bo'yicha ta'lim olib keldim. Ishonasizmi, Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentimiz bilan oddiy bakalavrni bitirgan student sifatida uchrashish menga shunaqangi bir yangi qo'shimcha motivatsiya va kuch berdiki, prezidentimizdagi bo'lgan mana shu ishtiyoq va ish ustida, O'zbekistonni rivojlantirish ustidagi ularning motivatsiyalari, ularning kuch g'ayrati bizga ham yanada kuch bag'ishlaydi. Ular bilan suhbat qurishga men muvaffaq bo'ldim va ularga o'zimning ulkan tashakkurlarimni aytdim. Davlat rahbarimiz bilan gaplashayotganimda men shu Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlaganligim, olgan bilimlarim aynan shu muhandislik sohasida bo'lganliklarini bilib, mendan to'g'ridan-to'g'ri so'radilar. Sen O'zbekistonga qaytib hozir nima sohada ishlamoqchisan dedi. 3 ta taklifim bor edi. Energetika vazirligida, geologiya vazirligida va Olmaliq komitologiya kombinatidan takliflarim bor edi. Lekin hurmatli prezident dedim, men to'g'risini aytsam, tekinga ishlashga tayyorman, lekin aynan qaysi sohada men ishlaydigan bo'lsam, O'zbekistonimizga ko'proq foyda keltira olaman dedim. Ular aytdilar, geologiya sohasida bizni yosh vazirimiz bor dedilar. O'sha senga yordam beradi, o'sha senga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Geologiya sohasida bugun Ustyurtda biz katta topilmalar qilganmiz. O'sha sohada sening yordaming bizga tegadi dedilar. Keyingi haftadan geologiya sohasida ish faoliyatimni boshlayapman. Onam Umid jamg'armasi stipendianti bo'lgan. Ular Amerika Qo'shma Shtatlarida bilim olayotganida to'g'ri moliyaviy tarafdan hech qanaqa qiyinchiligi bo'lmagan, lekin O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin ularning yaxshi ish topish, u yoqda tursin, oddiy ish topish qiyin bo'lgan. Lekin bizdan shaxsan prezident sizlarga ishonaman, sizlarga qo'limdan kelganicha yordam beraman, yana nima kerak deb so'raydi. Men boshqa joylarda ham, boshqa odamlar ham so'raganda, siz O'zbekistonga mana qaytyapsiz. O'zbekistonda siz masalan kasbingizda o'z ustasi bo'lishingiz uchun sizdan yana nima sharoit yaratib berish kerak deb so'rashadi-da. Men aytaman, men qanaqasiga yana narsa so'ray deyman. Ya'ni menga o'qishimda yeb ichishimni xalqqa bergan bo'lsalar, yashaydigan joyim, o'z ustimda ishlashimga ishonasizmi, kitoblarimgacha universitetda har bir semestrda bo'lmadi deganda $1000 biz o'quv qurollari olishimiz kerak, kitoblar sotib olishimiz kerak. O'shalarni ham qoplab berishadi. Vatan tuyg'usi, sizga bo'lgan ishonch va sizga bo'lgan e'tiborni boshqa joyda topa olmaganligingiz uchun sizga doimo vatanga tortadi, doimo O'zbekistonni rivojlantirishim kerak degan fikr bo'ladi. Dunyoning ilm va